Do'stim, tasavvur qiling, bir necha yillardan so'ng sizga farzandingiz siz Ronaldo va Messi davrida bo'lgansiz deya savol beradi. Va siz ko'zingiz namlanganicha, "Ha, men ularning oxirgi mundialni ham tomosha qilganman" deb javob berasiz. Men bolaligimdagi eng muhim insonlarning ayrimlari bilan xayrlashishim kerak. Yuragimga juda ham yaqin bo'lib qolgan Ronaldoning tabassumi bilan vidolashishim kerak. Kevinning so'nggi assistlarini ko'rishim va u bilan xayrlashishim kerak. Xorvatiyalik sehrgarning oxirgi buyuk o'yinlarini tomosha qilishim va xayrlashishim kerak. Misr qirolining oxirgi mundialdan yana bir bor zavqlanishim va xayrlashishim kerak. Va Gollandiyaning o'sha ulkan devori Virgil van Dijkning mundialda oxirgi marta ko'rishim va xayrlashishim kerak. Har 4 yilda bir marta uchraydigan eski do'stimni yana bir bor ko'rishim, hayratlanishim. Televizorga qarab bu Ochoa-ku deb hayratlanishim va xayrlashishim kerak. Va mening tojsiz shahzodam nihoyat qirolga aylanadimi yoki yo'q, shuni bilishim va u bilan ham xayrlashishim kerak. Lamine Yamal, Arda Güler, Luis Diaz, Holland, Olise, Nico Paz, Endrick yoki Joao Neves kabi ilk mundialni o'ynayotgan yoshlarning iste'dodi qayerlargacha yetishini ko'rishim kerak. Ammo eng muhimi, juda ham katta bo'lgan bir davrning tugayotganligini his qilishim kerak. Ronaldo va Messi endi hech qachon mundiallarda o'ynamasligini qabul qilishim kerak. Va rostini aytsam, bunga tayyormanmi bilmayman, chunki yillar davomida ular abadiydek tuyulardi. Go'yo har doim shu yerda bo'ladigandek, ammo hech kim yuzlashishni istamaydigan o'sha yakun keldi. Chunki bir kun kelib kimdir mendan Messi va Ronaldoni o'z davrida ko'rish qanday edi deb so'raydi. Men esa faqat shunday javob bera olaman. Men jahon futboli tarixidagi eng yaxshi 2 nafar futbolchining davrida yashadim deyman va ularning so'nggi mundialni ham tomosha qilganman deya javob beraman. Jahon chempionatidagi eng zo'r matchlarni jonli efirda hech qanday qotish yoki uzilishlarsiz tomosha qilishni istasam